Internet olamiga ham e'tibor beringlar. Ko'p ayollar nimadan keyin internetda paydo bo'lyapti? Nimadan keyin o'zini yarqa namoyon qilyapti? Yorqin namoyon qilyapti? Xiyonatdan keyin, og'riqdan keyin va tomosha qilib turinglar. Qayergacha boradi? Men yomonlik tilayotganligim yo'q. Men o'zimni holatimni aytib beryapman. Menda ham shu narsa bo'lgan. Va agar haqiqiy menini topib olsa, u ayolda qasos ketadi. U ayolda isbot ketadi. U ayol aytadiki, to'xta deydi. Men hozir potokni qayerdan olyapman deydi. Tashqi harakatimdanmi? Yo ichki Xudo bergan resursimdanmi? Ichki Xudo bergan resursdagi ayolda qasos bo'lmaydi, boya aytdim-ku. Isbot qilishlik bo'lmaydi. Nima qilay bo'lmasam deydi. O'zing uchun yasha deydi. Ichki ovoz o'zing uchun yasha deydi. Bожественный потokdagi inson faqat o'zi uchun harakat qiladi. O'zi uchun degani nima degani? O'zini xulq-atvorini, o'zini fikrlarini, o'zini hayotini to'g'rilaydi va mana shu orqali boshqalarga o'zi avtomatik ibrat bo'ladi. Boshqalar avtomatik so'raydi. Qayerdan bunaqa bo'lib qoldingiz? Menga ham o'rgating, menga ham mana shu sizni tinchlik, xotirjamligingiz, sakinatingiz yo'qsin, menga ham o'rgating dedi. Agar ayol men qila olamandan to'xtamasa, u ayol vechna boya aytgandek charchoqda, toliqqan, yuzlari burishgan, yuzlari toliqqan, hali 40 ga kirmagan, lekin ko'rinishi 60 yoshlik ayolga o'xshaydi. Yuzlarida ajinlar, hayotga qiziqish yo'q, bolalariga onaman-ku, onaman. Matka yonyapti. Matka yonyapti. Va keyin ba'zi ayollarda nima qilinadi? Matkasi olinadi.